va bu judayam yorqin qilib ochib berildi. Bir onaning farzandiga bo'lgan mehri va bemehr, xudbin 65-yil 45 mentalitetida ota o'z farzandini otmaslik kerak. Shunaqa farzandi bo'lsa otishga loyiq bo'lardi, lekin biz buni so'z bilan mana shu asarni o'zida mana shu uchun qancha bitta o'q tegmay qolib Ikrom o'z ilgari surgan Saidahmad tomonidan Abdulla Qahhorning aralashuvi tomoni bo'lib bizga bu asar Ikrom vaqtda ham bolajonim tur, ovqating sovib qoladi, u homiladorda, yoshi katta, ellikka yaqinlashib, ovqatingni yeb olgin, bolang ko'paygur, uyingga don to'lgur, bug'doy bo'lgur, yoshing umring uzoq bo'lgur, turi qolgin, kun osmonga chiqdi, peshin bo'ldi, otang ertalab turib ovqatlanmasdan ketgan.